Qizlar, salom hammaga. Biz bugun Macy's magazindamiz. Qaranglar, o'sha Black Friday'lar yaqinlashyapti. Sale'larga qo'yilyapti o'sha koftalar. Bugun mana bunaqa qishki ayollarning mana koftalarini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Manekendiga qaranglar, qizil rangi. Bunisi mana tumachali ekan. Qaranglar mana. Tak, narxini ko'ramiz. Lekin bularning hammasi skidkada-da, qizlar. 79.50. Bularni narxi где-то shu $40 bo'lsa kerak. 50% bo'lsa. Mana hozir buni ham ko'rsataman, qaranglar. Yaltiroq svet ekan, lekin rosa chiroyli ko'rinar ekan. Kiyganda ham. Tak, narxi hozir buni ham narxi menimcha bir xil bo'lsa kerak. Ayyo, mana bunisi 69.50 ekan. Hozir naryoni ham ko'ramiz. Qaranglar, har xil ranglari bor ekan. Mana bunaqa yashil qalin, mana bunaqalari ham bor. Qaranglar, Novoy godga moslab shunaqa mana archani rasmlarini qo'ygan, bunaqalarni shoxlarini mana bunaqa ranglari ham bor. Hozir men sizlarga yana ko'rsataman bu yoqdan. Hammasiga 50% off de, qizlar. Qaranglar, mana qora, mana bunaqa qizil, juda ham qalin ekan. Qalin ekan, lekin mana bunaqa qora rangi mana. Zo'r koftalar bor-da, qizlar. Mana bunisini qaranglar. Kiyganda shunaqa chiroyli turar ekan, lekin Macy's o'zi zo'r magazinda. Hamma narsa bor, ko'p narsasi, почти hammasi ham bo'ladi. Sifatli kiyimlari. Mana bunisini qaranglar. To'qilgan ekan. Tak, narxini ko'rsataman. O'zini narxi 69.50. Lekin menimcha bunga skidka yo'q, chunki bu yerda yozmagan tepasida 50% deb. Yana bilmadim, saytidan qarash kerak. Hozir sizlarga video olayotganim uchun sale'dagi narxlarni aytib keta olmayman, chunki videoim o'chib qoladi. Bu yoqda ham mana koftalar. Qaranglar. Bu yoqda уже mana bo'lani yupqaroq koftalar $20 dan, qizlar, mana. $20 dan yozib qo'ygan, har xil svetlari bor. Endi ma'minisini ko'rsataman, qaranglar. Bu ham qalin, mana zeleniy tsveti naryoda, mana oq tsvetlari ham bor. Qaranglar, hozir mana yubkasi bilan. Mana yubkasi. Mana qaranglar, podmaska qilib, mana uzoqdan ko'rsata olmayapman-da. Qo'limda ham olayotganimga mana shunaqa moslab qilib qo'ygan. Qaranglar, yubkasi ham uzun. Mana qaranglar, moslab kiysanglar bo'ladi. Tak, yubkasini narxini ko'rsataman. Bularga lekin mana 50% off skidka, mana 69.50. Yubkani o'zi, koftani hozir aytaman. Kofta ham shunaqa narx bo'lish kerak. Tak. 69.50 ekan, qizlar. Koftaning narxi ham. Yubka bilan kofta 69.50 ekan. Hozir endi bunaqa rangi ham bor, qaranglar, oq. Faqat bu yerda yubkasini qo'ymabdi bu oqini. Prosta shunaqa. Buni ham narxi lekin 69.50. Bu yoqda ham mana o'sha qaranglar, mana Black Friday deb yozib qo'ygan. Bu yoqda ham mana qaranglar, Novoy godga yaqin shunaqa qalin koftalar. O'sha qishki narsalar polni chiqqan, mana ko'ramiz. Bu 59.50, qizlar. Bunga ham lekin 50% off. Bunaqa rangi bor, mana bunaqa. Qaranglar, mana hammasi qalin. Zo'r narsalar chiqaribdi, lekin haqiqatda. Mana bunisini qaranglar, juda ham qalin. Sizlarga ko'rayotgan bo'lsa kerak. Yaxshi, mana 50% off bunga ham. O'sha Black Friday deb tepasiga mana yozib qo'ygan narsalarini. Men bu koftasi ham juda ham yoqdi. Qaranglar, mana bunaqasiga ko'rsataman. Narxini mana 64.50, qizlar. Mana bitta mana qizil rangi ham bor. Mana bitta mana bunaqa oq rangi ham bor. Kiyganda shunaqa zo'r turar ekan, o'zim kiyib ko'rdim. Mana bunaqa zeleniy tsveti ham bor, qizlar. Bu yoqda ko'ylaklar har xil.
lekin biz hozir bularni aylamaymiz. Biz hozir qishki narsalarni sizlarga ko'rsataman. Bu yoqda endi вечерний narsalarda qo'yninglar mana. Bularga keyin kelamiz. Mana bunisini qaranglar. 50% off bunga ham juda ham chiroyli. Qora rangi ham bor ekan, ko'k rangi ham bor ekan. Mana siniy tsvetlari. Hozir bu yoqdan ko'rsataman sizlarga. Qaranglar. Qo'llarni mana bunaqa qayiltirib kiysanglar ham bo'lar ekan. Bu ham 59.50 lekin bularni bu o'zini narxi. Yo'q 89.50 qizlar, uzr adashimman. Hozir bunga 50% off. Hammasi mana shu yerga qaranglar, hammasiga Black Friday 50% off deb yozgan. Orqasida mana bunaqa siniy tsveti ham bor. Juda ham chiroyli yubqa. Kuzlarga mana. Bu yoqda уже mana bunaqa lasina sifat jinsili shimlar. Mana bu yoqda tepa-past sportivkalar qaranglar. Qora tsveti 59.50 narxi. Tepasini ham shalvarni ham narxi bir xil. Mana bunaqa bordoviy tsveti ham bor. Qaranglar. Tepa-past. Bular где-то shu 32, 34, 35 dollarlar bo'lsa kerak 50% offda. Bu yoqda mana bunaqa qaranglar to'qilgan uzun turadigan koftalar. Sizlarga narxini aytaman. Buni ham narxi 59.50. Qaranglar, har xil tsvetidan bor. Ko'k, oq, oranjiy sifat. Mana bunisini qaranglar. Bu seri tsvet mana. Buni ham narxi 59.50, lekin skidkada hammasi. Ziloniy tsveti ham, rozoviy tsveti ham bor ekan. Qishki zo'r narsalari bor deylik, lekin mana qaranglar. Bunaqa tsvetlari, koftalar mana. Bu yoqda mana bunaqa qora bu serisi ham rosa yoqdi menga. Qaranglar, kapishonkalar ekan. Bu yoqda mana bunaqa tumachalilari ham bor ekan. Koftalar 64.50 ekan qizlar. Mana bu tsveti ham rosa chiroyli ekan. Mana seri tsvetini ham ko'ringlar. Mana ko'rasizlarmi? Hammasi lekin skidkada. Uzun mana buni ham qaranglar, kapishonli. Uzun ekan. Mana bular 20 dollardan qizlar, qaranglar. Bular ham qalin koftalar. Mana buni qaranglar. Ayollarni o'sha kurtka paltolariga 60% off ekan. Black Friday mana shop now deyapti. Hozir ham shunaqa narxda mana. Bordoviy qaranglar. Shunaqa zo'r paltolari bor. Bular mini mana polo paltolar. Mana bu qaranglar, kurtkalarini. Mana korичневый kurtkalar, bordoviy kurtkalar. Mana buni qaranglar, xaki rangda. Mana bu yoqda ham qaranglar. Xaki tsvetlarni yaxshi ko'radiganlarga shunaqa qalin kurtkalar qizlar. 100 dollar. 99 mana 99 sent. Почти shu 100 dollarda. Sizlarga bugun kurtkalarni ham ko'rsataman. Mana bu uzunlari. Bu yoqda ham mana hammasi skidkada qizlar. Bular hammasi juda ham sifatli. Biz o'zimiz ham olib kelganmiz. Nechidir yillab kiyaslarda bitta olgandan keyin anchaga yetadi, to'g'risi. Mana bu Michael Kors ekan. Mana bunaqa qora tsveti ham bor ekan, qaranglar. O'zini narxi 300 dollar, lekin kamida shu hozir 60% off hisoblash kerakda. Agar iloji bo'lganda sizlarga o'zini sale'dagi narxini ko'rsatgan bo'lardim, lekin hozir videoga ololmam afsuski. Mana bu yoqda ham kurtkalar. Qaranglar mana.
Mana korishnoy tsvetlari, mana qizil, mana молочный ekan, qaranglar, rosa chiroyli lekin. Juda ham chiroyli, kiyganda ayniqsa вообще chiroyli turadi. Bu yoqda mana bunaqa kurtkalar. Mana uzun qaranglar, mamisi uzun turadi, mamisi kaltaroq ekan. Mana bu ham korishnoysi. O'zi menga qanaqadir korishnoy tsvetlar yoqadi. Bu $350, lekin hammasi skidkada bu yoqda qizlar. Ralph Lauren brendiniki mana. Juda ham sifatli, 100% ayta olaman, juda ham sifatli. Ma'nosini qaranglar. Bitta olgandan keyin haqiqatda ancha kiyiladigan kurtkalarda yomon bo'lib ketmaydi. Puliga arziydi demoqchiman. Michael Kors'larniki mana har xil na любой вкус deydi-ku. Hamma o'ziga xohlagan kurtkani mana topsa bo'ladi bu yoqda. Ma'nosini qaranglar, Calvin Klein'niki. Bu ham $100 dan qizlar. Mana bu qaranglar, kalta kurtkalar. Hop, buni o'zini narxi tak $280, lekin bular unaqa narxda emas. Hamma bu yoqda odamlar ko'pincha har doim sale kutib, sale'da oladi. O'shanga buncha qimmat deb yozib o'tirmaydi. Hamma bu yerda sale'da oladi. Mana bu paltolar qaranglar. Ralph Lauren'niki. Bu ham paltolar mana. Sorry. Bu yoqda koftalar, bu yoqda mana shu asosiy brend o'zi yosh katta, mashdagi ayollarga moslangan. Qaranglar, mana bilan qaranglar, juda ham chiroyli. Ayniqsa mamisi. Bular lekin mamisi imенно skidkada emas ekan. O'zini narxi почти $70 qizlar, mana shu kofta $69.50. Mana qaranglar, o'zi moslab kiyintirib qo'ygan mana. Kalta kurtkalar bular. Hozir ko'ramiz narxini. Buni ham skidkada bo'lishi kerak, $200, lekin skidkadagi narxi 50% dan hisoblayverasizlar-da. Mana bu yerda ham mana polo paltolar. Mana juda ham chiroyli-da, rosa yoqdi mana shu tsveti ham. Kiyganda rosa chiroyli turadi. Mana qaranglar, uzoqdan bunaqasi ko'rsataman hozir sizlarga. Mana Gas brendiniki. Hozir sizlarga narxini ko'rsataman. $320 qizlar. Lekin menimcha bunga skidka yo'q. Men bularga mana bular skidkada. Mana bularni qaranglar. Mana bu qorasi ham rosa yaxshi ekan. Tak, bular ham hammasi skidkada mana. Mana bu ham Michael Kors paltosi ekan. Hozir ko'ramiz. Bu ham 60%ni hisoblayverasizlar, $300. Hozir men yosh kattaroq shu onajonlarga mana bunaqa ko'rsatmoqchiman. Mana buni qaranglar, o'zini mana bu sharifi bilan juda ham kiyganda chiroyli turar ekan. Qaranglar. Juda ham yoqdi menga. Onalarga podarkaga zo'r narsa ekan mana shu. Mana bu tsveti bilan mana korishnoy sifat. Mana bu seri tsveti menga juda ham yoqdi. Narxini ko'ramiz hozir. Tak, narxi bormikan? Mana narxi $300 ekan qizlar.
Bu menimcha skidkadami ekan? Skidkada-da, mana yozib qo'yibdi, skidkada ekan. Mana bu yerda paltolar, Calvin Klein'niki. Mana bu yerda ham kuzganni qilyam. Mana bu yerda mana Ralph Lauren'niki. Mashlar ham rosa zo'r qizlar. Juda ham sifatli mashlar. Kuzga ham hammasiga mana qaranglar, ko'k rangi, mana bunaqa ziloniy ranglari, korичневый ranglari, to'q korичневыйлari bor. Mana mashi qaranglar, 50% off ekanda. Sizlarga hozir mana bu narxini tekshirsa bo'ladigan joy bor mana. $235 da qizlar, narxini tekshirib beramiz. 50% offda mana $117 u 50 sent. O'zini narxi $235 bo'lgan. Ko'rdinglarmi? Mana narxlari tekshiradigan joylar yonida turgan bo'lsa, sizlarga tekshirib beraman. Lekin hammasini bittadan qilib bo'lmaydi, afsuski. Mana buni qaranglar. Chiroyli ekan. Mana bunaqalari ham bor, mana qora. Bu yerda уже koftalar har xil. Qalin koftalar. Bularga ham 50% off, mana 59 u 50. Mana bu rangi ham juda ham chiroyli ekan, qalin koftalar. Bu yerda qaranglar, Tommy Hilfiger brendini mana kurtkalari. Bularga ham 50% off ketyapti. Bu yerda mana 50% off bu yerga mana koftalarga har xil oq, qora, ziloniy, korичневый har xil mana tsvetlardan bor. Qaranglar. Menga juda ham yoqadi mana shu brend, lekin juda ham sifatli. 89 u 50 ni 50% ni hisoblayverasizlar. Men bitta mana koftalari qaranglar. Tepa past shalvari ham bor. Mana shalvarlari. Mana siniy tsveti, mana shalvarlari вообще chidamli, ishoninglar, katishka bo'lmaydi umuman. O'zim kiyganim uchun bemalol ayta olaman. Mana bu yerda mana bunaqa koftalari novogodniy qilib qaranglar yasatib qo'yishgan. Qishga qilib. O'zini narxi 79 u 50. Har xil tsvetlari bor, qaranglar. Mana bunisini ham ko'rsatdik sizlarga. Tak. Mana bu ilib ko'rsatdik. Mana. Qaranglar. Mana bu yerda mana bunaqa qalin. Mana koftalar ham bor, zamokli. Bular $35 dan ekan qizlar, qaranglar. O'zini narxi 70 bo'lgan, 69 u 50. Это значит 70 deganda, o'zi hozir mana $35 qizlar. Mana korичневый, oq, qizil, har xil ranglar bor. Mana bu yerda xudilar. Mana xudilar, qizlarjonlar. $70 почти. Mana buni qaranglar qizlar, juda ham chiroyli ekan, lekin sportivniy ko'rinishda mana buni siniy tsvetlari ham bor ekan orqasida. Mana ayo bu oq ekan. Men o'ylayman mana qizili bor ekan, bundan qizili. 50% da hozir mashina narxini sizlarga bilib beraman. Mana qaranglar, hozir men buni sizlar uchun oldim, Tommynikini. Narxini bilamiz. Mana mana $70 ekan, почти 69 u 75. O'zini narxi $140, 139 u 50. Bu hozir 69 u 75 sent ekan skidkada qizlar. Ko'rasizlarmi narxlarni? 50% da shunaqa mana hisoblashyapti. Qizlar, xullas bugun sizlarga shu videolarni ko'p aylana olmadim. Qaranglar, Macy'sda yasatib qo'yganlarini. Juda ham chiroyli. Hamma yoni yasatib qo'yishibdi. Yana sizlarga ko'p videolar qo'yishga endi harakat qilaman. Endi xudo xolasa bu yog'iga ko'proq videolar chiqarishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosishni unutmanglar. Rahmat.